Salom, men Kobaltman. Men hozir Amerika shahri Nyu-Yorkka yo'l olyapman. Mana ketyapman Nyu-York shahriga. To'g'ri, davom et. Voy, ichkarisi qanday katta? Voy, Nyu-York ajoyib. Endi oylanib ko'raman. Voy, bu yerda baland binolar va ajoyib manzaralar bor ekan. Zo'r shahar juda ajoyib ko'rinyapti. Sen qanaqa mashinasan adashib qoldingmi? Yo'q, men bu yerda turibman. Unda poygaga chiqasanmi? Ha, tayyorman. 1, 2, 3 boshlandı. Men yetakchiman. Ko'ramiz. Hali hammasi oldinda. Men seni yutaman. Hech qachon. Dodge men O'zbekistondagi zo'r mashinaman bilasanmi? Ko'ramiz. Mana yutdim-ku mening zo'riman. Yes, zo'rmisan? Seni tutaman. Dodge, sen mening mag'lub bo'lganing uchun meni Nyu-Yorkdan charchatding. Iltimos emas, Cobalt. Shart katta. Yaxshi, lekin keyin hisob-kitob qilamiz. Endi do'stmizmi, Dodge? Ha, ketdik. Videolarimiz qiziqli bo'layotgan bo'lsa, Garaj hikoyalari kanaliga obuna bo'ling do'stlar.